Aka menga 2 pochka kerak edi. Taqvodor bo'lib turib bari oldimni kelibsiz-da. Musulmonlar foiz olmasdi-yu. Faqat 6 oyga 30% stavka qo'yasiz. Men roziman. Menga hozir вообще pul kerak, taqalib turibdi. Ammo bitta narsa aytib qo'yishim kerak. Agar bir kun o'tib ketsa, ustiga 5% dan qo'shiladi. Foiz? Ha. Sizlarda foiz ham bormi? Nima, kecha tug'ilganmiz. Yo'q, men haqimda eshitmaganmisiz? Ya, menga foiz to'g'ri kelmaydi aka-da. Ishinglarni rivojini bersin. Bari kelasan oldimga. Bunaqa foiz ishlaganimdan ko'ra Alloh bergan kunni ko'rganim yaxshi. Kerak emas menga harom narsa. Musulmonlar foiz olmasdi-yu. Og'ayni men uyintiga deydi. Süleyman qaylashib ketardim. Alaysan og'ayni. So'ngsan? Qaysi shamolla uchirdi? Amerikaga ketayotgandim. 5 yilda qaytib kelaman. Aha. Ha, yaxshi borib kelgin. Qanchaga? 5 yilga ketayotgandim. Senga omonatim bor edi. Shuni tashlab ketaman. Kelganimda bersing bo'ldi. Oxirida ishlatib tur. Xohlasa olib qo'y. Senga ishonaman. Rahmat og'ayni ishonching uchun. Yaxshilik ko'rishaylik. Hop, charchadim. Yaxshi aytib olgin.